Assalomu alaykum hammaga. Bugun o'rtoqlar, erimni dam olish kuni, juma kuni 2 haftada bir marta dam oladilar va biza aylanishga, dam olishga emas, boshqa narsa qilamiz. Bugungi rejalarimizning eng kattasi kimchi qilamiz. Bugun borib karomlarni yerdan olib kelib kesib, ya'ni tuzlab, marinovka qilib qo'yib, ertalabdan kimjangni boshlaymiz. Koreyada kimchi qilishni kimjang deb aytiladi. Yilda bir marta bo'ladi bu narsa. Yo, kichkina mana karomlarni bitta ikkitani qilib, kesib kimchi qilib yeyish bor. U boshqacha kimchi. Biza bugun ertaga qiladigan kimchimiz kimjang. Xuddi oldinlari Koreyada bu narsani xuddi bizda maraka qilinadi-ku, birorta xuddi shunaqa qilib, birorta molni so'yib, shunaqa qilinadigan, kimjang qilinadigan paytda mahalla bilan birga qilib, birga yeyilgan. Hozir endi hozirgi vaqtda oilaviy qilinadi, lekin uni ham koreys ayollari-ku, yosh ayollar qilmaydi kimjanni sotib olib ko'proq. Chunki uyda qilingan kimchining mazasi boshqacha bo'ladi. Shuning uchun qaynona kelin ikkalamiz har doim o'zimizni kimchimizni o'zimiz qilamiz. Yana boshqalarning kimchisini ham qaynonam har doim qilib beradilar. 30 ta karomga zakaz berganmiz. Nima deydi, og'izda 30 ta borgandan keyin qaynonam 5 ta barmog'ini og'ziga mana shundoq tiqadilar. Hech qachon aytilgan shu raqamdagi 30 tani olib kelmaganmiz. Borsak har doim 80 ta kamida olib kelamiz. Shuni tasavvur qilaveringlar, 80 ta nechta oilaga yetadi. Undan ham ko'p bo'lishi mumkin bu safar. Shuning uchun hozir qaynonashkamizga yo'l olamiz. Obeddan keyin ketishimiz kerak. Hozir ertalab onasini quzusi bo'lsa, mendan oldin onasinikiga qarab yugurdi. Ertalab zavtriga shu yoqda qilaman deb onasi bilan diydor ko'rish uchun. Men bo'lsam keyinroq uylanib ishlarni qilib keyin boraman deb endi yo'lga chiqdim. Xullas, mana shunaqa ko'rinishdaman. Qaynonamga yo'l olamiz, ketdik.